inson nimani xohlasa, nimani o'ylasa, o'sha hayotiga qanaqa qilib kirib kelish haqida gaplashamiz. Bu inson, mana bu Dumalola uni aurasi. Siz chiroyli chizomat bor bermaysizlar. Rassom emasmi? Bu aurasi, sizni hayotingizda ming xil variant bor. Ming xil. Sog'liq o'ylasangiz, sog'liq kirib keladi. Do'stlarni o'ylasangiz, do'stlar ko'payadi. Problemani o'ylasangiz, problema ko'payadi. Yechimni o'ylasangiz, yechim keladi. Masalan, kimdir mashina olishni o'ylayapti. Sekin uni o'ylab, sekin unga harakat qilgan sari mashina ham bu insonga qarab yurishni boshlaydi, harakat qilishni boshlaydi. Yurib, oxiri real hayotiga kirib keladi. Masalan, oila qurishni o'ylasangiz, oila qurishga insonlar uchraydi. Ishni o'ylasangiz, ish beradiganlar uchraydi. Xiyonatni o'ylasangiz, xiyonat kirib keladi. Yaqinlashib, mana xiyonat kirib keladi. Problemani o'ylasangiz, problemalar ko'payib kirib keladi. Do'stni o'ylasangiz, do'stlikni o'ylasangiz, do'stlar kiradi. Sog'liqni o'ylasangiz, sog'lom bo'lishingizga har xil yechimlar kelishni boshlaydi. Nimadir muammoyingizga yechimini o'ylasangiz, yechim kelishni boshlaydi. Qayoqdandir, kimdandir eshitib qolasiz, qandaydir miyangizga kelib qoladi, "Ha, mana qilsam bo'ladi-yu" deb. Mana bu sizni atrofingizdagi aurangizda ming xil yechim bor. Ajrimni o'ylasangiz, ajrim kirib keladi. Ajrimsiz baxtga yetish mumkin degan iqrorligingiz bo'lsa, ajrimsiz baxt kirib keladi. Siz nimani o'ylashingiz farqi yo'q. Siz ichingizdagi iqrorliklaringiz, o'ylagan, ichingizda tayyor bo'lgan narsalar shundoq hayotingizga kirib keladi.